ehtiyojmand oilalar o'zlariga kerakli mana shu joyda bor mahsulotdan bemalol olib ketishlari mumkin. Assalomu alaykum azizlar mahalladoshlar. Qorakam Saxovat mini market ochgan ekan, biz tashrif buyurgandik. Bizni e'tiborimizni qaratgan jihati ayniqsa mana shu Saxovat burchagi bo'ldi. Ya'ni bu yerda ehtiyojmand oilalar, mana Ramazon yaqin, Ramazonda Saxovat oyi, ehtiyojmand oilalar o'zlariga kerakli mana shu joyda bor mahsulotdan bemalol olib ketishlari mumkin. Qodir bo'lgan kishilar olib o'rnini to'ldirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mana Qorakam o'zi tushuntiradi. Assalomu alaykum azizlar mahalladoshlar. Biz boshida aytib o'tgandik, challenge boshlaymiz deb. Bu o'sha Saxovat challenge edi. Ramazon oyi ham kirib kelyapti. Faqat Ramazon oyiga emas, buni yil davomida qilmoqchimiz va qolgan oziq-ovqat do'konlarini ham bu narsaga chaqirib qolamiz. O'z fikrlarini qoldirasizlar. Mana bemalol ehtiyojmandlar, imkon yo'qlar bemalol kelib olishlari mumkin, bepul va qodir bo'lganlar o'rnini to'ldirib qo'yishlari mumkin. Albatta, beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yaxshiroqdir degan hadis ham bor. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring, videoga like bosib, oziq-ovqat do'koni bor tanishlarga videoni yuborib qo'ying. Xo'p, manzilimizni yana bir bor tushuntirib o'taman. Aysha xonim Tabassum choyxonasidan kelganda kanalni shundoqqina ustida o'ng qo'lingizda. Xo'p, bu videoni like bosib, komment yozib, ko'proq odamga tarqalishligiga sababchi bo'lasiz degan umiddaman. Yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilikdir.